O'rmon usti. Ya, keling aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka, yaxshimisiz? Ha, yaxshi rahmat. Biz do'razalar nima bo'libdi? Aka, mana siz do'razangiz, xudo xolasa, tezroq bitiraylik deb, mana kechqurun ishlabdi, xudo xolasa. Materiallar qanaqa bo'libdi usta? Materiallari o'sha sizga aytganimizda mana kesakilari 5'lar 1.7 qalin, mana tagilarni chivellar qilib aytganimizda va'daga vafo qilib beribdi, aka, xudo xolasa. Tagilar gruntokda bo'ladi, 1.3 lis, va'da, aka, xudo xolasa, chiroyli qilib o'rnatib beramiz gruntokda toza kraskalarni, devul kraskalarni qilib. Ha, yo'qozam. To'y boshlab qo'ydim. Ne to'y boshlab qo'ydingizmi? Ha. Ya, murab bo'lsin, aka. Hop, nima xizmat, aka? Tezroq mana shuni bitirib bersangiz, aka, to'y boshlab qo'ydim-da. Bo'ldi, tezlashtiramiz to'y boshlagan bo'lsangiz, aka, xudo xolasa. Chiroylilar olib berib qo'yib beramiz, aka. Aka, men o'p qo'yay. Yo, pulab keldingizmi? Ha. Ya, tenjangiz sog' bo'lsin, rahmat, aka. Agar kam bo'lsa, agar yetmay qolsa pul, telefon qilsangiz kartadan achaveraman. Bo'ldi, rahmat, aka. Yashang, xudo xolasa, kamchilik bo'lsa telefon qilaman, aka. Xudo xohlasa mana shu do'razamiz chiroyli chiqsa, hamma tanishlarimga tavsiya qilaman. Ya, tenjangiz sog' bo'lsin. Tavsiya qilavering, xudo xolasa, Dilshodbek sexida qildirganman. Chiroyli chiqdi deb tavsiya beravering, aka. Xudo xohlasa, zakazlaringiz ko'payib ketadi. Bo'ldi, aka, rahmat. Tenjangiz sog' bo'lsin, aka. O'ylab olib berib o'rnatib beramiz. O'berib o'rnatib berganingizdagi chiroylilar va yerda osh qilib beraman. Aka, tenjangiz sog' bo'lsin, rahmat, aka. Ko'p kiyilib o'rnatamiz, xudo xolasa, osh qilib berasiz. Hop, rahmat. Hop, aka. Hop.